Abduqodir Husanov jahon chempionatiga APL chempioni sifatida tashrif buyurish imkoni paydo bo'lyapti. Arteta bir mavsum davomida ketma-ket ikkita katta finalni Pepga yutqizyapti. To'g'ri, avvalgisi unchalik muhim emasdi deyilganda Carabao Cupni nazarda tutyapman, lekin do'stlar, bunisi APL finaliga teng. Bir norasmiy mana shunday nom berildi. O'yinda City katta ustunlik bilan, katta farq bilan Arsenalni mag'lub etyapti. Yana ikkinchi taymda Hollandning golini ko'rdik. Bu yerda do'stlar, umuman Abduqodir Husanov, O'Reilly, Sherki, Bernardo Silva, Holland nomlarini yana davom ettirishimiz mumkin. Chempionlikka mos, hech bo'lmasa oxirgi 2 oylikni oladigan bo'lsak, City mana shunday dahshatli o'yin ko'rsatdi va do'stlar, bilmadim Arsenal nima qilish kerak, Arteta yana nima qilish kerak. Oldinda ketma-ket 4 ta turnirda favorit sifatida qaralgan, hozir faqatgina Chempionlar Ligasi qolyapti Artetada va mana shunday do'stlar, City uyg'ondi, Holland qo'shdi, qoyil qolish kerak. Oxirgi oyda Hollandning formasi gollarni kirityapti va do'stlar, Abduqodir Husanov uchun juda ham xursandman, ayniqsa mana bu o'yinda ko'rsatgan o'yini uchun shunchaki qoyil.